O'zi opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Do'stlar, mana bugun uzoq qishloqda yashaydigan bir ona va ikki qiziga yordam berganmiz. Bugun yana bularga mana sovg'alarimiz bilan keldik, bulardan intervyu olamiz. Yaxshimisizlar? Yana keldinglarmi? Kelinglar. Mana onani o'zlari kelyaptilar. Onam bizdan xursandmisiz, bir duo qiling. Rahmat onangga. Boshqalarga ming la'nat. Tikka aytaver. Ko'timni kavlamasin. Tikka ayt, xo'pmi? Onamni o'ynashi kattardi uyi kuysin iloyim. Jo'ra, sen meni axtarma. Hasan aka, men sizdan xafa emasman. Shu joylarga keldim, uy-joy qildim, yo'qmadim hali. Onajon, sizni kuzatib yurganlar juda ko'p. Ular hammasi mehribonda. Mana shu tabakani bir reklama qilib beringchi. Nima go'sht bu? Tovuqmi, xo'rozmi? Bilmas. Qayerdan bilaman? Buni hidlab olingizlar, ana o'lsa bo'ladi-da. Men Rossiyada yurib, o'zbekchani bilmayman, ruschasiga ana o'lsa bo'ladi. Tuzi ham yaxshi emas. Biz bunga zirra sepadi, bir narsalar sepadi, tuz sepadi. Keyingi safar poda go'shab kel. Xo'p, xola, xo'p. Qizlar, sizlar nima deysizlar? Men bu odamman. Tikka gapirgin, qo'rqmagin, onamni o'ynashi degin. Men gapim bor. Menga qaranglar, O'rta Saroy ahli, Chirchiq ahli. Meni orqamdan gapiribsanlar, jinni debsan, g'ilay debsan. Qayta ko'rding meni jinniligimni. Qaysi balansadan isprapgan olib kelib berding. O'zi opam to'g'ri aytgan ekan. Bizning uyimiz onam mishtonining ichida. Sizlarning jahli bekorga chiqmaydi. Uy qilib bermaysizlar. Shunga jahli chiqib ketaveradi. Sizlar ketaverasizlar. Onam ham ketadi, dadam keladi. Dadam ketgan joyidan qaytib kelmaydi. Dadam kelmaydi, tatar xotiniga ketgan. Mana aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, mana shu qizlarimiz shu uylarda yashashadi. Chayon ilonlarga to'lib yashaymiz. Uy qilib bersin, ayting. U ham bo'ladi, xolajon. Xalqimiz mehribon, bolajon xalq. O'zlarining bolalaridan ortsa, sizlarga o'xshagan tekinxo'rlarga albatta uy olib beradi. Mana shu pastda karta raqamlaringizni qo'yamiz. Qanaqa karta? Sim kartamni qo'yasiz. Sim karta? Ha, menga qaranglar sizlarga. Men boshlang'ich to'lovimni to'lab berganim bilan, lekin o'zlaring ishlab pul topib to'lashlaring kerak. Ish kerak. Qizlarimga ish kerak, ishlamoqchi. Chirchiq ahli. Menga ish kerak. Smena. Kechqurun bo'lsin. Ertalabga sog'ligim to'g'ri kelmaydi. Dilbar, kechkisi men qanaqa ish? Yotib, mazza qilib pul ishlayotgan ish. Ey qizlar, orqalaringni tozalab yuringlar. Meni sasiq deysan, siqir deysan, tellaydi deysan, cho'milmaydi deysan. Men tellab yursam ham vilajniyim bor. Artinib yuraman. Senlarga o'xshab sasimayman. Hozir issiq-ku, cho'milib yursanglar bo'lmaydimi? Kerak bo'lsa vannamiz ham bor. Lekin cho'milmaymiz, allergiyamiz bor. Vilajniyda yaxshi-da. Ha. Hidi xushbo'y. Mana xitlaysizmi? Mana. Ey, rahmat, o'zi shunda kelib turibdi. Sizlarga ham boryaptimi, bilinyaptimi edi? Shu odob so'zi aylanay meni o'g'limdan boshlanganda. O'zi ham ismi jismi yomonat, odobbek. Tarbiyani endi erkak kishi beradi-da. Oilada erkak kishi erkak bo'lsa, unda oila chiroyli bo'ladi. Bizning oilada erkaklar ustinda aylanay. Hey! Nimaga uyni yig'ishtirmading? Voy, siz. Ha, hozir idish tovoqlarni yuvib nima qilmoqchi edim. Olingiz bo'ldi. Hozir Kirlarim ham yotibdi hali. kechirasiz. Ani ko'zim ketib qoldi-da. Ey, meni qizimamchi. Shunaqa ozoda, shunaqa toza. Mana oshxonalarga kirsiz, yaltiraydi-da. Bu o'ylanib qolaman, shu qizni men tug'dimmikin deb. Ismi ham jismiga mos, tozagul. Pashshalar bazmi-ku, ey. Mana shu 20 yil oldin uxlab olsam nima qilardim meni? Shunaqa qizim. Nimasini aytasiz? O'xshatmasa uchratmas deydi-da. Endi o'g'limni maqtamayman-u, borini aytaman-da, aylanay. Chakmaydi, ichmaydi. Hattoki mana yerda pul tursa, pulni olmaydi. Tushunasizmi? Ey, meni qizimni ham kechqurun qachon uxlab, ertalab qachon turganini ona bo'lib payqamayman, qarang. Qizimni odobligidan hayoti davomida so'kmagan ekanman, qarang. Ha, abdiginangacha peshim bo'ldi. Seni tuqqandan ko'ra qo'y tuqqanimda, ertaga hayitga so'yib yuborardim-ku. Xush kelibsiz, ko'nglimdagidek quda ekansiz. Hech qayg'urmang, Xudo xolasa shunaqa quda bo'lamiz. Hammani og'zida bo'lamiz, aylanay. Bordi keldimiz, opa singilli bo'lamiz. Voy, aylanay. O'g'lim halol pokiza deb sen maqtaganmiding? O'g'ling meni tarafdagi magazinlardan ham qarz qamoqqa ketdi.
rahmatiga. Nima berdim ya? Non ko'rakan. Qizingni o'zingga boshingdan qasam. Menga qarab tekkaniga rahmatiga. Uy erkagi gapiring siz ham. Men aytganman. Xo'p dedim. Ya. Voy uy erkagi ayol kishiga gap. Damingni ol, bo'ptimi? Senda singlim yo'q. Qanaqa singil? Odam yo'q. Bor, bor. Unaqa qilmanglar, men qondan qo'rqaman. Bitmagan uyga kelin chaqirdi, balon bormikin? Hey, men aytdim-ku, lekin to'yga kirdik olib qilishdi. Yo'q, Ko'pga qarab oyoq uzatmadim. Mana qarang, yag'irligini yozib qo'yganman. Tomba Yanga, rahmat. Kunni bilmasman. Nimaga? Qarang, qo'y besi bizni ham yutib yuboradi-ku. uyalib ketyapman o'zim. San bu joyga chiqqanda aytib chiqingmi? Atratni bo'lsin, Dastimga semchga ham qo'yadim, astag'firulloh. U ko'zimga siq ko'rinyapti. Kim bo'ladi? Qizlari bilaman. Qizlarni? Semchkalang shirnagina. Bu kelanga. Qani olinglar, osh bo'lsin. Osham zo'r bo'lsa, odam oboraveradi. Olinglar, xudolar, olinglar. Olyapmiz. Olinglar, xudolar. Alloh akbar. Ertaga yoppasiga bizga chaqirdik. O'taverasizlar, ketdik yanga. Kelin oshqozoningiz bezovta qilmayaptimi? Nima bo'ldi? Nomuslarga o'ldirdingiz-ku. 3 kunlik kelinlar shunaqa bo'ladimi? Tavba qildim, mehmonga borib tuqqaningiz tuqqan. Ertaga ammangizga mana shu hunaringizni qilsangiz, javobingizni beraman. Hop. Javobni bermaydimi? Yoppasiga xush kelibsizlar, hurmatli mehmonlar. Yem-ichib o'tiringlar. Kelindan sizga. Voy rahmat. O'tiringlar sizlar ham. Opasiga kattarog'ini berdi, menga tiftasini berdi paskudi. Xush kelibsizlar. Olinglar, uzatib yuboringlar, xolajonlari. Men kelinjon sizga. Yo'q, yo'q, yemayman. Voy, esim qursin. Sizga tog'araga sap kelishim kerak edi. Men po'lacha sop keling, ko'nglingiz bo'lmayapti. Ang kelin. Mana amajon. Yanami? Ha, hozir. Yana. Bo'ldimi, buni ham ichasizmi? Yo'q, men piyolada ichaman. Ko'p gapirmang. Oling, yugurdaymanmi sizga? Kosada ichib ola qoling. Aql shirin. Voy, kechirasiz yanga. Buningiz ochapat desam beparasat ekan. Yaxshiyam menda bavi bor. Bu Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Oppoq kiyingizni paxtadek oppoq qiladi. Mana bunaqa dog'-dug'larni ham yo'q qilib yuboradi. Keliningiz uymaga idishlar chiq bosayotgan bo'lsa, ularni ham tozalaydi. Gipoallergenlimi ekan? Конечно. Voyjon, amajonda kavaqo deydimi? Ha, ko'rdim. 10 piyola osh bilan 10 piyola sho'rva ichdingiz. Kamiga beparasatligingizni ko'rsatdingiz. Yuring, uyda gaplashamiz. Bering sumkangizni ko'taraman. Ya qo'ying. Bering. Ya qo'y. Voyjon. Babim qaniydi? Voy bolam. Yo'q, o'lganim yo'q, vahima qilmanglar. Senga nima bo'ldi bolajonim? Shu ozgina tomog'im og'riyapti-da. Voy tomoq og'riq, bu vahshiy xavfli kasallik. Sen yugur aptekaga. Kelin, yalpayib o'tirishingizni qarang. Boring, tez yordam chaqiring. Hozir bolam o'lib qoladi. Oyjon, qarang, men nimagadir mazam bo'lmayapti-da. Sog' kuningiz bormi? Xudo menga g'irt kasalvan qiz bergan ekanda. Ha, nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim oyjon, mana havodanmi boshim shunaqa qattiq og'riyapti. Men pochkamga ham kimdir tepib tashlaganga o'xshab sanchiydi. Yuragim ham bir urmay ham qolyapti nazarimda. Keyin mana ichaklarimda 3 kunlik ovqat aylanib yuribdi. O'lib qolaman. Ha, hech narsa bo'lmabdi-yu, otda ekansiz. Boring, ishlarni qiling. Dorilaringni vaqtida ichyosanmi, bolam? Oyi, men yaxshiman, ichim doriga to'lib ketdi. Bu sahal kamroqda yana bir ikkita dori ichsang tez tuzalasan. Dori olaverib pulam qolmadi-yu. Ha, meni pensiyam bor. Nariyoqqa qarab tur. Oyjon, rostdan ham toza mazam qochyapti-da. Siz ham bir yomon vahimachi ekansizda, kelin. Bitta yarimta dori ichib olaymikin-a? Doriga pulni enamnikidan olaman, yo o'zimni sotaymi? Ana, pensiyangiz bor-ku? Fu, mana pensiya. Voy o'ling, nimaga o'rningdan turding? Kir uyga. Oyi, bo'ldi, men yaxshi bo'lib qoldim. Ha, yo'q, rostdan yaxshimisan? Ha, soppa sog'man. Ha. Unda bir yana 3 kun yotsang yaxshi bo'ladi. Dadasi. Oyjon. Uf, yana nima balo bo'ldi? Haligi men voy Voy o'ling.
Voy hushidan ketdimi? Rostdan mazasi yo'q shekilli. Bor mashinangni yurg'iz. Ha, bo'ldi, doktorga olib boraman. Ha, yo'q, qanaqa doktor? Oysiniki tashab kelasan. Onam faqat doktor emas. Dadangdan qolgan aroq bor, shifa bo'ladi. Onam zamchkasi yo'qmi? Ey, yo'l, alkashni bolasisan-da. Onam betim shishib ketdi, menga nima bo'ldi? Voy, egiz chiqqan sappini oldiga boray, bir tepib qo'ysin. Yur. Faqat doktorga emas. Xo'p. Shishib ketdi. Ey qizingni momolar tepgan-ku. Ha? Nima qilish kerak? Buni har tepganimga yuzidan tashlamasang o'zim ko'rish mumkin-da. Mayli. Yo, shop momolari. Ay, voy qizim. Mana non deyvajon qizim. Yo'q, yemayman, og'riyapti. Sen ilgari bo'lgansan qizim. Yur, ilgariga boramiz. Ketdik. Yo'q. Yur. Och dedim. Qizingiz mana ip yegan opa, yomonlashida bu. Voy, qop-qora-ku. Hali yangida, ha? Yo, ana ilm amali yangi demoqchi edim. Tezorim chaqiruvdilar. Yo'q. Onam men chaqiruvdim, qo'rqib ketsinlar. Xola qizingiz yomon shamollab ketibdi. Bilaman, sovuq suvga cho'miltiraman-da. Nima, issiq suv yo'qmi sizlarda? Gazimiz yo'q, svetimiz yo'q. Ya xola, shu ham muammomi? O'rikzorda siroj purimimda katyonlar xohlaganingiz bor. Sizlarga o'xshaganlar uchun u svetli gazli suv yoqda tursin. Ko'mirli, o'tinligi ham bor. Xohlaganingizcha ishlatasiz, xohlaganingizcha issiq suv qilib beraverasiz qizingizga. Voy, nima kerak endi? Yoz keldi. Kasal bo'lsa kilnasilatib yuboraman. Sot bo'laylik onajon. Boshingiz omon bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Qaynanam qiziga. Qizim, eringga siringni boy berma. Haftasiga 2-3 marta kelgin. Telefonda gaplashganimiz hisob emas. Xo'p. Aylanishga ering haftasiga 4-5 marta olib chiqsin. Bu seni haqqing. Sen axir ojizasan. Aytyapman, 100 marta aytyapman, ojizakiman. Ha? Qaynanam kelinga. Oyijon, onamga borib kelsam maylimi? O'zi ham bir yarim yil bo'pti-da bormaganimga. Onangizga borib nima qilasiz? Borsangiz aynib kelasiz. Telefonda gaplashsangiz ham yetadi, to'g'rimi qizim? To'ppa-to'g'ri onajon. To'g'ri gapirasiz. Jannatim. Qaynanam qiziga. Nima bo'ldi? Voy qizim, Onam vannada nimadir burab qo'yuvdim, portlab ketdi katyon. kiran, katyol, balobatlarni siroj premiumdan olamiz qizim. O'zing eshitma qilmagan bo'lsa bo'ldi, yur qizim. Aynan. Jannatim keliniga. Oyijon. Hay, shukranni buzguncha o'zing chochilib buzib kelsa bo'lmaydimi? Kran tuzatib qo'ydim demoqchi edim. Usta chaqirib o'tirmang. Voy bu, shunga shunchami? Odamlar qaynonasiga 17 Pro Max olib beryapti. Ha, yo'q-e. Tili ham bir qarich buni. Dadosh. Hov. Dadosh. Hov, onasi nima qilyapsan? Sevgilaringni ko'z tegmasin qizim. Ha, onam. Sevgi muhabbat bor bo'lsin-a bu dunyoga. Ey, menga qara. Voy xotiningga uyga ketaman deb ruxsat bermadim. Tag'in ruxsat berib yurmagin. Sendan umidlarim katta bo'lam, bilasan-a? Ona kelinish. Mana uni qilib bo'lmagin, xo'pmi? Xotin qilib. Ha, yangacha? Ha, nima bo'ldi, ha? Ha, zaks qog'ozdan sizni ismingizni qidiryapman-da. Bilib bilmay adashib sizga tekkanman-ku. Doktor qachon kelar ekan? Men qayerdan bilay? Endi bilishim kerakmi, kimdan navbati, kimdan keyin? Joy ochirat. Nima degani? Tirigi ochirat degani. Ya, o'lik o'chirtdan bo'ladimi? Menga qarang. Ko'p gapiryapsiz. Bolam bezovta bo'lyapti. Jim o'tiring. Nima yo'q-ku, nechoylik? Menimcha 3 kunlik. Doktor nima desam ekan? Sal uyalayapman-da. Tezroq gapiring, vaqtim yo'q. O'zi hozir keldingiz-ku? Qayta hozir kelaman, tavba qildim. Kasallar bilan shug'ullanyaptim. Sekinroq gapiring, kamera bor. Men qarang, men tengilarning 3-4 tadan bolasi bor. Hatto bir xillarning nabirasi bor. Meni ham bolam yo'q. Menga ham bir narsa qilib bering. Unda eringiz bilan birga analiz topshirib keling. Men erim yo'q-ku. Hali qiz bolaman. Unda oldin erga tegib keling, xo'pmi? Ertatsam bo'ldimi? Rahmat. Doktor kirsam bo'ladimi? Doktorga qat degandiman. Nima qilishim kerak? Nimadir qilish kerakmi tekshiruv deganday? Rosa ko'p gapiribsiz. To'xtab turing, ishlayapman. Ko'rmayapsizmi? Nima biz o'ynagan kelganmiz? Telefonga olaman hozir. Voy, asabiylashmang, singlim haqiqat bo'lsa zarar qiladi-ya. Hozir ko'rib qo'yamiz.
Nechinchi yilsiz ayting? 2007. Voy o'lmasam. Garshokdan turib boqing. Er sira verga tegib ketib qolibsiz-da. Nima? Ayo, shunaman. Ano, sizdan macha olamiz. Ichkariga kiring. Qayerda olasiz uni? Burningizdan olamiz. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisiz? Mana er topdim. Uralib turganaqani o'chirdi. Menga aylanasan desam aylanaman dedi. Endi nima qilayiq? Voy asalim, endi bilganlaringni qilinglar, xo'p? Faqat bu yerda emas, uylaringda qilinglar, xo'pmi? Qani bu yerdan turib qolib qolinglarchi. Ha, bo'ldi. Uyda qilamiz ekan, ketdik. Qani chiroylilar, kimni kasakchasi bor, kimni netto ishlari bor. Olaman u ketaman. Nima qilib? 8 ta o'ynashim bor. Bitta qo'yga ham indamay anaqa yuribdi gaplashib. Sizga yolg'on mangachim bitta netto ishga dollar pochen. Kim u? Nima sotib olaman dedi? Kelinglar haloyiq. Haloyiq kelinglar qani. Pochinchani boshladik. Kep qolinglar, olaman, ketaman. Nima deyapsan, lo'li bashara? Bitta netto ishingizga bitta dollar beraman deyapman, apacha. Meni netto ishim umuman yo'q. Hech kim aybini qilganini hech kimga aytmaydi-ku. Masalan, men narigi mahalladagi Tursunmurod bilan yurganimni aytdimmi sizga? Sizga aytdimmi? Avnaqa bo'lsa birinchi bo'lib men chiqarganman. Buni yeri bilan yurganman. Men buni o'g'li bilan yurganman. Men bu to'nkani yeri bilan yurganman. 80 kilo chiqdi. Aytdim-ku men sen lo'qqa 8 tasi bilan juratdi. Okey, 8 ta dollarcha. Mana ko'rdinglarmi, hayotda ochiq bo'shinglar shunaqa pullar kelaveradi. To'xtanglar, men chiqaman. Hayajonlanmang, hammaga yetadi pul. 40 kilo bosibsan bacham. Nima qiluvding? To'g'risini ayt. Bitta o'tirganda hech nima qilganim yo'q, endi bironta qilishim kerak edi. Dori sotganlar ham bo'ladimi, opa? Protsentga pul berganlar-chi, suxurlar. Tarozidan urganlar ham bo'ladimi, o'rgili? Menga qarang, bog'chada bolalarni rosa uramanda, keyin bolalarning haqqini uyga olib ketaman. Uyim bo'radimi? Hammasi biladi, o'rgilaylar. Ana shuncha dollarlar kitobda sizlarni. Sizlar deyishi. 70 kilo. Men fake akkaunt ochib hamma mashhurlarga yozib o'tiraman. G'iybat qilib. Menga qarang, lo'lobcha. Men folbin yuramanda, u ham bo'ladimi? Kanishni biladi. Ana shundaylar kerak-da. Kelinimning uyini buz vordi, 3 ta bolasi bilan ko'chma-ko'cha xor bo'lib yurdi. Endi ukam onasi o'tmaganiga uylantiraman. Chiqqani bacham, sen yomon og'ir bosasan lekin. 100 kilo. Endi akam oilasini o'qitaman, ketdim. Endi apachon siz chiqing. Siz o'chirib sizga keldi. Yo, men chiqmayman. Men bularga o'xshagan iflos emasman. Yoshligingizda bir xatpat yozgan joylaringiz yo'qmi? Bo'lgan. Ana shunga 100 dollar beraman, kommunalka chay ziyofasiz chiqing. 10 kilo. 10 kilo. 200. Yolg'onchi bu, kazyol bu. Lo'liga ishonmalar. Apajon, bu 200 ni faqatgina g'iybat qilganlar uradi-da. Siz g'iybatchani yomon bosasiz-da, terisini ayting. Bir hammada bo'ladi-da endi. 2000 dollar apajon. Shuncha pullar endi bularga nima olsam ekan? Qalani lo'la. Ha? Shuncha bergan dollarlari tuproqqa aylanib qoldi. Ha? Yo'q. Banda bo'ldim. Men hech kim olmaydi-da, Tursundan boshqa. Tursun chaqiringlar-da menga.